Ozish videolarimizga qoldirilgan savollarga javob beramiz. Men ertalab 2 stakan iliq suv ichaman, 1-2 soatdan keyin nonushta qilaman, keyin 1 stakan suv ichaman. Har ovqatda shunday qilaman. Iliq yoki sovuq suvni inson tanasidan vazn yo'qotishga yoki yog'ni yo'qotishga bevosita ta'siri yo'q. Lekin nazarda tuting, bu yaxshi odat va kun davomida yetarli suv ichish inson salomatligi uchun muhim. Bundan tashqari muhim omillarga umumiy kaloriya, kundalik oqsil iste'moli, tolali mahsulotlar, uyqu va harakat mutanosibligiga e'tibor bering. Suv ichish qisqa muddatli to'qlik hissini oshirishi va kaloriya iste'molini biroz kamaytirishi mumkin. Ammo suvning harorati bu natijani o'zgartirish haqida ilmiy isbotlar yo'q. Eng katta ta'sir qiluvchi omillar kaloriya defitsiti, kundalik oqsil iste'moli. Har bir kilogramm tana vazniga 1 gramdan 1,6 grammgacha oqsil iste'moliga reja qiling. Bundan tashqari tolalar iste'mol qilish. O'simlik to'qimalari taxminan kuniga 25-30 gram atrofida o'simlik tolalari. Keyin kundalik harakatlar, mashq bo'lmagan harakatlar. Bular kundalik yurish, zinat poyadan foydalanish va shunga o'xshagan harakatlarni ko'paytirishga e'tibor bering. Ovqatdan oldin 300-500 ml suv ichish ayrim odamlarga porsiyani kamaytirishga yordam beradi. Bu foydali bo'lishi mumkin, lekin mo'jizaviy yechim emas. Kundalik suv miqdori qancha bo'lishi kerak? Taxminan jismoniy faollik, havoning issiq yoki sovuqligiga, qanchalik terlashingizga qarab turib, taxminan 2-3 litr atrofida suv ichish bu tana uchun normal bo'lishi mumkin. Ovqatdan oldin 10-20 daqiqa avval 300-400 ml suvni ichish siz ovqatni porsiyasini nazorat qilishingizga yordam beradi. Elektrolit balanslariga e'tibor bering. Masalan, haddan tashqari ko'p suyuqlik yo'qotish, sidik bilan mineral yo'qotish, ichki ichishi, qusish yoki shunga o'xshagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda suv bilan birgalikda tuzlarni ham me'yorda tuting. Zarurat bo'lsa magniy, kaliy manbali ovqatlardan qo'shib iste'mol qiling. Suv odati bilan birgalikda kaloriya hisobini ham olib boring. Oqsil, o'simlik tolalari, sabzavotlar, dukkakli mahsulotlar, don mahsulotlari ulushini ham bir maromda saqlashga e'tibor bering. Qisqacha takrorlaymiz. Suv ichish yaxshi odat. Iliq yoki sovuq suv bo'ladimi? Buni alohida natijaga ta'siri yo'q. Natija kaloriya defitsiti, oqsillar va tolalar bilan bog'liq. Ovqatdan 10-20 daqiqa oldin 1 stakan suv porsiyani nazorat qilishga yordam beradi. Keyingi savol: 16 ga 8 interval ochiq qilsa, ovqatlanish davrida nimalar yeyish kerak? 16 ga 8 bu aslida vaqt jadvali. Ya'ni qancha soat ovqatlanmaysiz va qancha soat ichida ovqatlanasiz. Lekin natija albatta nazarda tuting, sifatli va kaloriyaga bog'liq. Oqsil, tolali uglevodlar, sog'lom yog', mikroelementlar va kundalik suv miqdori albatta ovqatlanishning fundamental qismi hisoblanadi. Agar 16 ga 8 ovqatlansangiz va kundalik kaloriya defitsitiga samarali erishsangiz, albatta vazn tashlashga erishasiz. Lekin nazarda tuting, albatta o'sha 8 soatli ovqatlanish davrida kundalik kaloriya budjetingizdan o'tmasligingiz kerak. Bunda oqsillardan ko'proq iste'mol qiling. Bu tanangizda mushak massasini saqlashga yordam beradi. Tolali meva va sabzavotlardan ko'proq iste'mol qiling. Bu qondagi qandni barqarorlashtirishga va to'qlik hissini uzoqroq saqlashga yordam beradi. Amaliy qadamlarga 8 soat ichida taxminan 2 yoki 3 mahal ovqatlanishingiz mumkin. Birinchi taomingiz taxminan 30-40 gram atrofida oqsil iste'mol qiling. Bunga tuxum, tvorog yoki yog'siz go'shtlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga tolali uglevodlar, sabzavotlar, don mahsulotlari va dukkaklarni iste'mol qilishingiz mumkin. Yog'lardan hayvon yog'ini iste'mol qilmang, imkon bo'lsa zaytun yog'i taxminan 1 choy qoshiqda. Ikkinchi taomlanishingizda ham taxminan 30-45 gram atrofida yog'siz qizil yoki oq go'shtlardan iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Sabzavotlar katta porsiyada, likopchani teng yarmiga, keyin uglevod ehtiyojingizga qarab turib yoki faollik darajangizga qarab turib taxminan 40-80 gram atrofida iste'mol qilishingiz mumkin. Uchinchi taom bu kundalik mashqingiz miqdoriga va kaloriya budjetingizga bog'liq bo'ladi. Bunda ham taxminan 25-30 gram atrofida oqsillar iste'mol qilishingiz va mevalar yoki sabzavotlar iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin nazarda tuting, shirin ichimliklarni cheklang, asosan suyuqlik ko'proq iste'mol qiling. Suv eng yaxshi ichimlik hisoblanadi. Agarda kofe ichadigan bo'lsangiz, kundalik elektrolitlarni ham e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi, chunki kofeda sidirish nimasi bor, xususiyati bor. Agar kundalik mashq qilayotgan bo'lsangiz, unda ovqatlanish davringizda oqsil yoki uglevodlarga ehtiyojingiz oshishi mumkin bo'ladi. Buni ham nazarda tutishingiz kerak bo'ladi. E'tibor berish kerak bo'lgan holatlar qanaqa? Qattiq oshqozon og'rig'i, jig'ildon qaynashi yoki homiladorlik, emizish davrlarida interval ochlikda ehtiyot bo'lish kerak.
Qisqa qilib eslatib ketamiz. 16 ga 8 bu ovqatlanish vaqti, ovqatlanish jadvali. Lekin siz albatta kundalik kaloriya budjetingizdan o'tmasligingiz kerak. Siz 8 soatda ovqatlanishingizga qaramasdan, agar kundalik kaloriya budjetingizdan ortiqcha ovqatlanadigan bo'lsangiz, vazn tashlamasligingiz, balki vazn yig'ishingiz mumkin. Shu tufayli 8 soat ovqatlanish davriga to'g'ri reja qilib, ovqatlarni to'g'ri tanlashingiz juda katta ahamiyatga ega. Jadval bu natijani kafolatlamaydi. Ovqat sifati, kaloriya miqdori bu eng asosiy hal qiluvchi omil.